Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsiz. Bugun makka jo'xori tuzlashni o'rganamiz. Mana shu usulda jo'xori tuzlasangiz, qishda bolalaringiz talashib, tortishib mazza qilib yeyishadi. Birinchi bo'lib jo'xorilarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Mana jo'xorilarni hammasini bo'lib oldik. Ana endi bankalarga joylashtiramiz. Ana endi bankalarimizga qaynagan suv quyib, qopqog'ini yopib, 15 daqiqaga dam oldiramiz. 15 daqiqadan so'ng suvlarini to'kib olamiz. Suvini to'kib olgach, 1 osh qoshiq tuz va 1 osh qoshiq shakar qo'shamiz. Menda shakar bo'lmagani uchun o'rniga novvot soldim. Va qaynab turgan suvni quyib olamiz. Qopqog'ini yopib, kastrulkada qaynab turgan suv ichiga solamiz. Kastrulka tagiga albatta sochiq qo'yib olishimiz kerak, chunki bankalar qaynaganda bir-biriga urilib sinishi mumkin. 30 daqiqa qaynatib olamiz. 30 daqiqadan so'ng olib, qopqog'ini yaxshilab mahkamlaymiz. Mana jo'xori tuzlamamiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Siz qanday usulda tuzlaysiz? O'z usulingizni izohlarda yozib qoldiring. Video oxirida foydali maslahat beraman. Men bu yopqichdan 3 yildan beri foydalanaman. Agar sizni yopqichingiz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, aynan shu yopqichdan olishni maslahat beraman. Sifati ham yaxshi, ishlatish ham juda ham qulay.